Assalomu alaykum qadrli obunachilar, King Tower magazin do'konimizdan video obzor qilyapmiz. Bugungi sanamiz 20-fevral. Ro'za Ramazon oylari hamma obunachilarimizga qutlug' bo'lsin. Kelgan ayyomlaring bilan. Hop, ko'p akalarimiz suv nasos so'rashyapti. Suv nasoslarimizni video obzor qilamiz. Narx-navolar bilan video obzor qilib beramiz. Hop, 150 litalik, 200 talik, salarkalik suv nasoslarimizdan yetib keldi. Tayyor holatda yig'ib qo'yganmiz. Original suv nasoslarimiz. O'sha chugullari katta 300 tonna chiqaradigan, 400 tonna chiqaradigan suv nasoslarimiz dizelli variantda so'ragan akalarimizga yetib keldi. Hop. Dizelli variantda 11-15 markalik bloklarda seriya nomerlari bor. Original 180 kilolik 11-15 motorimiz. Bez radiator. Starterlari bor. Rasxotlari keladigan bo'lsak, rasxotlari 8 grammdan 1,5 metrgacha rasxot qiladi. Hop, salarkalik. Mana kilogramlari, hop, suv tonnalari 400 tonna tashiydi. Soatiga 400 tonna suv tashab beradi. Narxlariga keladigan bo'lsak, narxlari akalar, mana shu ponni komplekt tayyor holati $720 narx beramiz akalar. $720 kistalikda. Dastavkalarda kelishilgan holatda qilinadi akalar. Hop, 150 talik so'ragan akalarimizga mana 150 talik 1100 variantda motorlar 1100 seriya nomerlari bor. Bunimizda ham starterli variantda bez radiator, salarkalik. Hop, bunimizning kirchatkasi 2 xil variantda bor. 300 tonna tashaygani bor, 280 tonna tashaygani bor. Bu kirchatkasining ichida farqi bo'ladi akalar. Mana kirchatkasi 7 talik, 6 talik bo'ladi akalar. Mana shu kirchatkasida aldanib qolmasalar ham bo'ldi. Hop, 7 talik kirchatkali variantimiz akalar $630. Hop, 6 ta kirchatkaliga aka $600 narxi. Kirchatkasini ichidagi farqiga $30 raznica beradi. 7 ta kirchatkaligimiz 300 tonna tashiydi. 6 ta kirchatkaligimiz 280 tonna tashiydi. Mana shu ponni komplekt holati $630 ga $600 qilib beramiz. Kimga qiziq bo'lsa akalar telefon qilaverasizlar. Telefon raqamlarimizni qo'yib qo'yamiz. Manzilimiz Qo'qon Yangi bozorda.